nimalar bo'ladi? Ertalabdan eringni kerak bo'lmasa ham ko'cha supurishga billa olib chiqib turg'izib qo'yasan. Zebo nima qilsa? Supurolma. U taraf qo'shniniki Zebo. Ha, voy. Qaynaning hamma narsani joyini ko'rsatsa ham baribir esingda qolmaydi. Qayta so'rashga uyalib eringga qilasan. Umid akim uruch qayerda? Ishtaman, oshxonaga qarasang topasan. To'g'rini ham topolmayapman. Menimcha Spanida bo'lsa kerak Zebo. O'zingni begonadek his qilasan. Ering kelsa sal xotirjam bo'lasan. Keldingizmi, muncha qolib ketdingiz? Zebo, yangi yil munosabati bilan Iskandar Bildingsda ish ko'paygan. Endi boshlang'ich to'lov 30% emas, 10% dan oylik to'lov ham 48 oyga bo'lib to'lashga beryapmiz. Boshlang'ich to'lov necha puldan ekan? Bir xonali uyni boshlang'ich to'lovi 41 million, 2 xonaliniki 48 million, 3 xonaliniki bo'lsa 77 million 900 ming so'mdan. Zo'r-ku, aksiya qachongacha bo'lar ekan? Aksiya shu yil 30-dekabrgacha bo'lib o'tadi. Lokatsiyani bilasan-a? Mezbon loyihasi Yunusobod 16-kvartalda shundoqqina ro'parasida. Voy, sizga kelin salom qilish esimdan chiqib qopti. Bo'pti qil. Salom qiladiganim topolmayapman. Uyquga ham to'ymaysan, lekin qaynanangning oldida har doim sergak turishing kerak. Oying telefon qiladilar, sog'inib yig'lab borasan. Oy, sizni sog'inib ketdim. Oyinam bezlarcha yengilik yo'qmi deydi. O'zi 3 kun bo'ldi kelin bo'lganimga. Asal oyga bilasanmi, ering sani qayoqqa olib boradi? Qarindoshlarinikiga o'zingni begona, ortiqchadek his qilib oshxonaga chiqib ketasan. Qaynanang bo'lsa qarindoshlariga sani kamchiliklaringni aytib yomonlab o'tiradi. Ana, kelinlik hayotiga xush kelibsiz, kelinchak.